Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan OpenVidget'da ovoz berishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun istalgan brauzerdan qidirish oynasiga OpenVidget yozib olamiz. OpenVidget. Birinchi chiqqan havolaga kiramiz va shu holatda bo'ladi. Oynasi endi mana bu joydan bitta avtorizatsiya qilib kirish mumkin. Siz shunchaki kirib ovoz bermoqchi bo'lsangiz yoki ovozlarni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, tashabbuslarda tashabbusli budjet degan yozuvni ustiga bir marta bosamiz va shu oynaga olib o'tadi. Keyingi holatda mana ovoz berish deb turib yashil rangda turibdi, loyihani ko'rishni bosamiz va filtr qo'yib olamiz. Tepadan mana viloyat tanlab olamiz. O'zingizga kerak bo'lgan viloyatni bemalol tanlab, shahar tumanida belgilashingiz mumkin. Men hozir Farg'ona shahar qolaman. Ta'lim muassasalarini moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari degan bo'yicha qidiradigan bo'lsam, o'zimga kerakli bo'ladigan maktabni shu holatda tanlab olamiz va keyingi holatda SMS orqali degan yozuvni bosib, bu joyga telefon raqamimizni kiritamiz. Telefon raqamimizni kiritganimizdan keyin kapchani terishimiz kerak. Kapcha to'g'ri holatda bir marta chap tarafini bossak bo'ladi. Mana SMS kodini yuborish degan yozuvni bosish orqali o'sha raqamga SMS boradi. Keyingi holatda shu SMS tasdiqlash kodini yozib olamiz va yuborish tugmasini bosamiz. Hozir tasdiqlash kodini yozamiz. 803 yubordik SMS. Hurmatli mijoz deyapti mana. Sizning ovozingiz yuzasidan so'rov qabul qilindi. 1 soat ichida SMS xabarini olasiz degan yozuv keladi. Shu orqali shu holatda ovoz beriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.